so'rasam maylimi? Bilaman nima so'rashingni. Ma. Oginda sur bu yoqda. Pul hech kerak emas. Nima kerak senga? 2 dona savol bermoqchi edim. Maylimi? Xo'p, ber savolingni. Hozir turib olay, yordam beraverasizmi? Ol qo'lingni. Mayli hozir. Siz boysiz, ha? Boyman. Havas qildim. Bu uysizlik, ha? Meniki. Mashina ham sizniki. Mashina ham. Bu boyliklarni sizga kim bergan? Alloh bergan. Alloh meni ham sizga o'xshab boy qilib qo'ya olaydimi? Xohlasa qiladi, Allohga oson. Allohga oson. Yaxshi. Allohga oson. Judayam oson. To'xta. Ikkinchi savolingni bermading-ku? Ikkinchi savolmi? Alloh sizni ham xuddi menga o'xshab xor qilib qo'yishga qodirmi demoqchi edim. Javob yo'q. Biz kelib ketuvchi to'garak jahon na boshi ma'lum, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib bera olmas. Qaydan keldik-u, keturmiz qayon. Men bor uzr. Darvish. Bu yoqqa. Sen. Tanidingmi? Siz boysiz, ha? Boyman. Havas qildim. Boy aka. Xuddi o'zi. Assalomu Alaykum alaykum. assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Nechuk yo'qlabsiz? Senga rahmat demoqchiman. O'tgan safar ko'zimni ochding. Ya. Biz ko'zni ochmaymiz. U ochadi. Biz shunchaki sababchisimiz xolos. Nima bo'lganda ham seni xursand qilmoqchiman. Menimi? Nima xohlaysan? Ayt xohlaganingni. Xohlaganimni bajarasizmi? Xohlaganingni. Hozir. Men abadiy yashashni xohlayman. Bajara olasizmi? Esing joyidami? Bu meni qo'limdan kelmaydi. Unda mana shu dunyodagi jamiki odam zoti g'iybat qilmasin. Odamni go'shini odam yemasin. Faqat yaxshilar ko'paysin. Bajara olasizmi? Darvish, bu ishlar meni qo'limdan kelmaydi. Sen mendan pul so'ra, uy so'ra, ish so'ra, men bajaraman. Bu dunyo matohlari menga kerak emas. O'zim yurib, titib, amallab topib olaman. Unutmang, insonni istagini inson bajarmaydi. Meni esa ehtiyojim yo'q. Bu dunyo uyqudir.
o'lim bilan uyg'onadi inson. Sen esa shoshil odamzod. O'lmasdan oldin uyg'on. Rumi. Ha, odamzod. Pulim bor, boyman. Hammani istagini bajara olaman deb o'ylar ekan. U shuning uchun ham odamzodda. Unutmang, biz kelib ketuvchi to'garak jahon. Na boshi ma'lumu, na so'nggi ayon. Hech kimsa rostini aytib bera olmas. Biz qaydan keldik-ku? Keturmiz qayon.